Bu videoni Chortoqlilarga hamda tayyor yurib turgan joy qidirganlarga jo'natib qo'ying. Sababi yaxshi lokatsiyadan tayyor daromad bilan birga joy sotuvga qo'yildi. Chortoq tumani Gulshanida joylashgan. Bu tomonimiz sanatoriyaga terish. Mana bu tomonimiz Yanqo'rg'onga chiqib ketish. To'g'rida esa Chortoqdan sentrdan kelaverishda joylashgan. Mana shu 6 sotuvga yaqin maydonda o'sib turgan turar joyimiz endilikda sotuvda. Joyimiz Uglovoyda joylashgan 5,23 sotov maydonda o'sishga oladi. Mana bu yerda o'zining alohida nonvoyxonasi bor, yaxshi daromad keltirib turadi. Bundan keyin marojnoxona qilish uchun yozda, uning yonida fast food uchun, grill uchun alohida o'zining joylari, apparaturalari yetarli. Navbatdagi qismimizda esa joyimizni kafe qismini ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatda panorama oynalar qo'yilgan, ichlari ham chiroyli holatda, konteyner to'pli pollarni qilib qo'yilgan. Isitish tizimidan umuman muammo yo'q. Navbatdagi qismimiz fast food yokida boshqa ish uchun mo'ljallangan yana bitta xonadan tashkil topgan. Oldida ham parkovka qo'yish uchun alohida joylari mavjud. Hozirda oshxona sifatida yurib turgan. Endi ichkari tomonlarni ham sizga ko'rsatib o'taman. Darvozaxonadan kirganimizda bizni mana shunaqangi 4 burchak hovlimizga kirib borasiz. To'g'rida zakaz taomlarini tayyorlash uchun alohida o'zining katta kuxnyasi bor. Undan keyin kichkina kuxnyasi ham bor. Bu uyimizni xohlang uy qilib yashang, xohlasangiz mana shunaqangi daromad bilan birgalikda yurg'izsangiz ham bo'ladi. Oyiga taxminan 1000-1500 dollar atrofida daromad qilib turgan. Demak, mana shu qismimizda o'zi kuxnyamizning orqa tomoni to'liq pishiq g'ishtda qurilgan, tepasiga panel ham bosilgan, yana bir qavat ko'tarish imkoniyati bor. Pastki qismimizda ham xonalarimiz mavjud. Qo'shimchasiga hammasining ta'mir holatlari yaxshi. Tepa tomonimizda ham xonalar bor. Jami bo'lib 11 ta xonaga ega. Qo'shimchasiga 3 ta sanuzeli ham bor. Xonalarga alohida kotellar o'rnatilgan, ayrimlar tupli pol qilasiz. 3 fazli tok, kanalizatsiya, elektrdan hamda suvdan umuman muammo yo'q. Qo'shimchasiga yana aytib o'tay, hozirda gaz uzib qo'yilgan, aholiga berilish sababli bahordan kuz mavsumigacha tabiiy gazdan ham bemalol foydalansa bo'lar ekan. Hujjatlari joyida, turar joy shaklida, solig'i ham kam chiqadigan ushbu joyimizni hamma narsasi bilan birgalikda sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 129 ming dollar, yana oz-moz o'tib beradigan joyi ham bor. Egalan telefon nomeri doimida videoni pastda aloqaga chiqib, ushbu joy sotib olsangiz bo'ladi. Videoni Chortoqli tanishlaringizga jo'natib qo'ying.